Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda navbatdagi ishtirokchi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismim Abdulloh, yoshim 28 da. Abdulloh, sizga savolim bor edi. Maktabdagi birinchi o'qituvchingizni esla olasizmi? Salima. Rixsiva Dilfuza. Yaxshi. Qaysi qo'shiq sizning bolaligingizni eslatadi? Bolaligini eslatadiganmi? Ko'proq Modrin Tokkinni eshitsam bolaligini eslayman. Chunki yoshligimda adam bilan mashinada olib yurardilar. Kasetada Modrin Tokkin adam eshitib yurardilar. Ha, tushunarli. Birinchi marta mototsikl necha yoshingizda haydagansiz? Birinchi marta mototsiklni 20 yoshimda haydaganman. Qanaqa markaz qanaqa bo'lgan agar siz bo'lmasa? Yo, markasi yo'q bitta. O'ttu mototsikldan yo'q, Xitoy mototsikl bo'lgan. Ha, Xitoy mototsikl. Demak, boshlanishiga Xitoydan boshlasa bo'lar ekanda, demak. Endi bitta Xitoydan boshlanish kerak degan narsani o'zi yo'q. U odamni o'ziga bog'liq. Mana bu yerda hozir kichkina kubli mototsikl bor, katta kubli mototsikl bor. Endi odam hammani har xil. Uni kelib haydashi, men bu yerda haydayotganida odam o'zidan kelib chiqib ayta olmayman-da, haydasang bo'ladi, yo'q haydasang bo'lmaydi deb bitada bilsa bo'ladi. Kimdir o'sha kichkina kublini o'ziga o'tirganda ham o'sha qo'rquv bo'ladi, qo'llari titraydi. Kimdir bitta o'tirib shunday haydab ketadi. Hammada reaksiya har xil. Ko'proq ahamiyat berganman, ofis ishida o'tirib, kompyuterda o'tiradigan odamlar kelib haydashga qiynalishadi. Texnikani ichida yurgan ustalar o'tirib bittada haydab ketishadi. Bemalol haydab ketishadi. Tushunarli. Abdullohning eng yaxshi ko'rgan do'stini, eng yaqin do'stini qadrlaydigan xarakteri qaysi biri? Do'stingizni sizga yoqqan xarakteri? Shunaqa o'rtog'im bor. Gapirmoqchi bo'lgan gapimni ichimdan biladi. Rostdan, realni gapirmoqchi bo'lgan narsam joy keladi. Men nima demoqchi o'sha aytganimda men nima demoqchi bo'lsam, o'shani oldindan bilib turadi. Mana misol uchun oldindan bu qilgan nima bekitmayman, moliyaviy tomonlama ham. Qarz so'ramoqchi bo'lib telefon qilganimda, pul kerakmi deb. Sirazi o'zi biladi, birdan biladi. Bor, shunaqa qo'ynim bor. Qo'y, tushunarli. Abdullohni stadionga taklif qilishdi, Bunyodkor stadioniga. Tasavvur qiling, 34 mingta odam stadion bilan to'la. Hop. Endigi so'z navbati o'z ishini ustasi, kasbining ustasi Abdullohga so'z deb sizga so'z berishdi. Hop. Siz odamlarga qarata baralla nima degan bo'lardingiz? Stadionnami? Ha. Qiziq savol. Birinchidan men futbolga umuman qiziqmayman. Hozir men siz aytayotgan situatsiyani o'ylab ko'rdim, nima deyishim mumkinligini. Masalan, kimgadir motivatsiya berarsiz. Hammasi o'zbeklar, mana masalan, o'z ishining ustasi. Aytaylik, siz motogonka bo'yicha dunyo chempioni bo'lib keldingiz. Siz hammaga qarata baralla nima degan bo'lardingiz? Nima deya olaman? Meni qo'limdan keldi, sizlar ham qila olasizlar. Shuni agar chin dildan niyat qilib, astoydil niyat qilib, shuni harakatida bo'lsanglar, derdim, boshqa nima deya olaman? Albatta yetasiz. O'zimni sohimdan kelib chiqqan holda. Tushunarli. Yana bitta qiziqarli savolimiz bor edi. Mototsikl bilan bog'liq bo'lgan. Bo'ldi. Sizda eng qiziqarli voqea qaysi? Bir kun bir mashina biza bilan katta yo'lda ketyapmiz. Qiziqib bosishib ko'ryapti. Rusumini aytaman, BMW edi bu mashina. Shunaqa chiroyli yurdi u, biza bilan qolib ketdi. Chiroyli haydadi yo'lda. Chiroyli haydadi. Svetoforga borib to'xtagandan keyin oynasini tushirdi, qiz bola ekan. Sizlar o'ylagansizlar, qasma-qasma ketyapti bir mototsiklga qiziqadigan odam. Buni ichida erkak kishi deb o'yladim. O'zingiz qatori deb o'ylagansiz. Erkak kishi deb o'yladim. Bu qiz bola ekan. Tushunsiz uchun uncha erkakdan zo'r haydayotdi o'sha qiz. Oynani ochgandan keyin rahmat senga dedim. Birga zo'r yurishdik deb aytdim. O'zim ham tushunaman. Ko'p ayniqsa Dovonda yuraman, mototsiklchilar sekin yurmaydi. Demak, u qizdan professional haydovchi bo'lganda, значит. Zo'r haydadi. Ko'p aytaman bolalarga o'sha qiz bilan bo'lgan voqea. O'zbekistonda adashmasam 50% desam odam kamroq bo'ladi. 80% yigit kishi mototsiklga qiziqadi. 60 ga qiziqadi. Ko'pchilik odam mototsiklga qiziqadi. Va o'zim ham g'ong etib ovozi eshitilganda qarayman, qo'limda nimadir, nima ish bo'lyapti, boshqa hamma ishimni tashlayman. Albatta bir qarab qo'yaman-da mototsiklga. Mototsikl haydashni o'rganmoqchi bo'lganlarga nimani siz tilab qolardingiz? Ko'pchilik qo'rqadi, boshqa bo'ladi. Qilsa bo'ladigan ishmi? Qo'rquv hammada bo'ladi.
erkak kishining o'zi fitratida bor narsa. Jilovlanmagan otni jilovlashga, mana misol uchun mototsikl tez, shu mototsiklni haydashga, haydab ko'rishga erkak kishining o'zi fitratida bo'ladigan narsa. Men o'ylardim, qiziqyapsizmi, qilish kerak. Ertaga yoshi o'tib qolib, o'sha paytda mana shu mototsiklga qiziqqanman deb yurgandan ko'ra, rast boshlab haydash kerak. Yaxshi. Endi boshlamoqchi bo'lgan odamga ko'pchilik o'ylaydi, sotib olib turib keyin o'rganaman deydi. Men sal boshqacharoq aytgan bo'lardim. Mototsiklni iloji bo'lsa, birinchi o'rganib turib keyin o'tirish kerak. Chunki o'rganmagan, yangi o'tirgan odam bari xatodan xoli emas, ko'chaga chiqqandan keyin xato qilib qo'ysa, u xato bir umr unga qimmatga tushishi mumkin. Sababi mashinani biz ichida o'tiramiz, mototsikl temirni ustida o'tiriladigan narsa. Kimdir 100% lik xatosi bilan siz bir umrga nogiron bo'lib qolishingiz mumkin yoki o'zingizga jabr qilib afsus chekib yurish mumkin. Tushunarli. Yana sizga savollarimiz ko'p bo'ladi. Yana boshqa bizni obunachilarimiz savoli bo'lsa, sizni Instagram kanalingizni belgilab qoldiraman albatta. Ular savoli bo'lsa bemalol javob bersangiz bo'ladi. Oxirgi savolimiz Abdullohning eng katta orzusi nima hayotdagi? Eng katta orzum qarang. Shu narsa to'g'risida ko'p o'ylayman. Kimdir mendan ko'chada so'rab qolsa, maqsading nima desa, nima deb javob berish to'g'risida ko'p o'ylaganman. Baxtli bo'lish. Baxtli bo'lish deganda qanaqa? Bu qanaqadir pulga taqalgan, qanaqa emas. Sog'liq bo'lsa, birinchi o'rinda, qolgani hammasi sekin-sekin bo'veradi. Birinchi o'rinda sog'liq. Sog'lig'ini o'zimga tilayman, chunki o'tbitingiz orib turgan bo'lsa ham bir chamadan pul ham sizga tatimaydi. To'g'ri. O'sha bir chamadan pulni berib ham o'sha joyingizni tuzata olmasangiz, o'sha To'g'ri. Doimo beshikasi yurishingizni, doimo sog' bo'lishingizni biz tilab qolamiz. Inshaalloh. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Abdulloh, sog' bo'ling. Rahmat kattakon.